Assalamu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yolda izlanish programmamizning 17-soniga hoş geldinglar. Bugün biz programmamizga Sharq Turkiston surgun dokumenti Bosh minister Abdulahad Nur efendimni hurmat bilan taklif qildik. Abdulahad Nur efendim, programmamizga hoş geldiniz. Rahmat, hoş bulduk. Bu qitim qurultaydan keyin siz Sharq Turkiston surgun dokumentiga Bosh minister bo'lib saylandingiz. Bu program chiqarish jarayonida biz bir xatolik qilib, vaqtni xato qilib qo'yibdik. Istanbul bilan Olmaotaning vaqti 1 soat kechikib qolibdi. Oldi bilan buningda bir o'zir xoliq so'rab o'taylik. Endi siz bu Bosh minister bo'lgandan keyin sizning vazifangiz, majburiyatingiz oshdi. Qilgan ishlaringiz bunayt nurg'un bo'ldi. Onun oldida siz diniy jihatdan bizga nurg'un tarbiyalarni berib, bizningki hukumatimizningki to'g'ri yo'l qarab menishiga nurg'un kuch chiqardingiz. Hamdaki vazifangiz buningdan ortiq bo'ldi. Biz bevosita savoldan tushaylik. Birinchi, bizning xalqimiz shunchalik ig'ir irqiy qirg'inchilik ostida turibmi, nima ish qo'zg'ala olmaydi degan savolga bir javob berib boqqan bo'lsangiz. Rahmat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum qarindoshlar. Sharqiy Turkiston xalqi bu qadar og'ir irqiy qirg'inchilik ostida turib nima uchun qo'zg'alanmaydi degan savol. Buning javobi qo'zg'alanmaslikning sababi tavakkul ibodatining hayotimizdan ko'tarilib ketganligidan bo'ladi. Bizning dinimizda Allohga tavakkul qilish deydigan bir ibodat var. Bu ibodat asosan Xitoy tajovuzchilari vatanimizga bostirib kirib, bizning milliy ma'rifimizni va diniy ma'rifimizni cheklab etgandan keyin xalqimiz nodon qolg'achqa diniy va milliy ma'naviyatlaridan oziq ololmag'achqa xalqimizning ruhi bek zaiflab ketdi. Ruhiy jihatdan zaiflab ketdi. Ankin xalqimiz o'ziga yotlashib ketdi. Xitoy xalqimizni ta'til tashviqot o'zining propagandalari bilan o'ziga o'xshatib qo'yg'ili az qo'ydi. Endi bu tavakkul ibodati qanday ibodat degan vaqtda Alloh taolo Qur'oni Karimda har qachon shunday beshiga qiyinchilik kelib, dushman bek cho'ng, mavjud kuchimiz bek az bo'lgan vaqtida Alloh payg'ambarlarga shunday xitob qildi davomli. Bismillahirrahmanirrahim. Fatavakkal alal hayyillezi la yamut. Unda bo'lganda kuching azulab qolsa, dushmaning kuchliq, sen qo'zg'alanmay, hech ish qilolmaydigan bo'lib qolsang, Allohga tavakkul qil. U Alloh andaq bir Allohki al-hayy deydi. Hayy degan hayot, davomli o'lmaydigan, davomli kuch sahibi, hayot bag'ishlaydigan, hayotning manbasi bo'lgan Allohga tavakkul qil deydi. Nima uchun Alloh bu o'zining Alloh degan ismiga atayni maxsus al-hayy ismini qatadi, hayot degan ismini qatadi degan vaqtda, chunki bizning hayot qilishga ehtiyojimiz var. Hayotga ehtiyojimiz var. Bizning hayotiy kuchimiz ojizlab ketgachga, bizga hayot berguvchi Alloh, "Menga tavakkul qilsang, sana hayot beraman. Kuchlanasan, dushmaning kuchli bo'lgan bilan, u dushman mendan kuchli emas. Sen kuchli bo'lgan vaqtingda o sana hazır kuchli ko'ringan dushman ojiz bo'lib qoladi. Shunga sen menga tayinishing lozim" degan mazmunda oyat nozil qiladi. Unda bo'lgan vaqtda bu tavakkul ibodati nima? Buni tushunishga to'g'ri keldi-ku. Tavakkul arabcha kalima. Tafa'ul vaznisida vakil yiltizidan chiqadi. Vakil degan uyg'urcha qo'llanimizga, masalan, millat vakili deymiz. Millatga vakolatan parlamentning ichida ish bajaradigan odamni millat vakili deymiz. Mesela advokatni mening vakilim deymiz. Menga vakolatdan ish bajardi, menga vakolatdan so'zlaydi deb advokatni vakilimiz deymiz mesela. Yani bir joyga vakolatdan menga uni qilib qo'ying deb vakolatnoma yozib beramiz. Bizning nomimizni haq ish bajardi. Shu vakil yiltizidan chiqadi, tavakkul ibodati. Bu nima degan gap degan vaqtda Alloh bizni yaratib, bizni yaratgan bo'lg'achqa bizga nimaning yaxshiligini, nimaning yomon ekanligini Alloh o'zi biladi. Allah Kur'an deydi, "Ala ya'lamu men halaq."
yaratan zat o'zininki yaratgan mahluqlarni bilmasmi degan bir savol bor bizga. Albatta Alloh bizni yaratgandan keyin Alloh bizni eng yaxshi bo'ladi. Bir mashina ishlab chiqargan fabrika o'zi ishlab chiqargan mashinasini eng yaxshi bo'ladi-ku. Shunga o'xshagan Alloh bizni eng yaxshi bo'ladi. Shunda bo'lgandan keyin bizning nimaga ehtiyojimiz borligini, biz uchun nimalarning yaxshi ekanligini, nimalarning yomon ekanligini Alloh biladi. Alloh bilib bizga mushundaq vataningni mustamlikaga tushib qolgan vaqtda mustamlikachiga qarshi, ishg'olchiga qarshi urush qilinglar deb amr qiladi. Mushunda urush qilsanglar, vaqtli xalq o'lib ketgandek, o'q tekkandek, shahid bo'lgandek ko'ringan bilan amaliyotda az inson o'lisizlar, vataninglarni, millatinglarni saqlab tuta olasizlar. Shuning uchun Alloh buni biladi. Alloh dushmanga qarshi urush qilinglar, dushmanga qarshi mujohida qilinglar degandan shuni qilinglar degan maqsadda bizga yo'l yo'riq beradi. Bu yo'l yo'riqni hamda bu tevekkül ibadatini biz icra qilish jarayonida oldi bilan Allohning bu dunyoga qo'yib qo'ygan qonuniyatlari var. Ma dunyoda g'alaba qilishning yo'li ma'vo, sabab va natija qonuniyati degan bir qonuniyat var. Cause and effect deydi İngilizce'de. Sebep ve netice kanuniyetini Allah bu dünyaya yaratıp koygan. Aldılan Allah bizni şu sebep ve netice kanuniyetiga emel kılsan deydi. Yani kulunda nimi bolsa köç, iktisat, manevi, maddi nim bolsa bunu bilen tayyorlik kılsan deydi. Ahirisinden ankin Allah'a tayinip Allah muşunda uruş kılsan yaxşı degendikin Allah'ın işini sen deydi. Biz şunu kılaylı davatqa vaqtimizda naq şu basqıç kelgan vaqtda aldığımızdaki düşmanning askarlari bizdan jiq, saqchilari bizdan jiq, iqtisodi bizdan jiq, taraqqiyoti bizdan yuqori, xalqarodagi siyosiy kuchi, diplomatiya kuchi bizdan yuqori. Anda bo'lgandan biz qarab turib ikkilanib qolamiz. Ikkilanib qolib bu bizning kuchimiz manchilik bo'lsa, Xitoyning manchilik bo'lsa qanday qilamiz deb qo'rqimizga. Şu qo'rqqa yerimizde şu tevekkül ibadeti müşahede lazım. Tevekkül ibadetinin biz bir qanatida maddi sebepni hazırlaş, manevi sebepni hazırlaş, ikkisi hazırlangandan keyin Allah Xitoyga qarshi urush qilsang to'g'riladi degandan keyin Allohga ishoniblam, Allohga tayiniblam ishimizni boshlasak, qolgan yordam Allohdan keladi. Allah yordam berdigan vaqtda her türlük insanların, her türlük devletlerninki koluyla yardım bereleydi bizge. Şunun için bizde Uygurlarda bu tevekkül, Allah'a işinip, Allah'ın gipigi işinip yolga çıkış ruhu kemçil, yo'qolib ketganlik. Bunda bulaşının sebebi nima? Nima uchun bizde tevekkül ibadeti yo'qolib ketdi? Çünkü tevekkül qilish uchun inson iymonga muhtoj bo'ladi. İman degan Allohga bo'lgan ishonch deganga. Tevekkül qilay desa Allohga bo'lgan ishonchimiz kamchiladi. Nima uchun? Chunki biz ishg'oliyat tarixida Allohni taniyolmadik. Bizning ma'rifimizdan Alloh qo'g'lab chiqarildi. Alloh bizga yo'q deb o'rgatildi. Islomni zahar, bir apyun deb o'rgatildi. Bizning mingimiz juvitildi. Juvitilgandan keyin bizning kallimiz, alqi biz boshqa millat bo'lsaqmi Xitoydan, urf odatimiz hammamiz farqli bo'lsa-mu, ruhiy jihatdan, ma'naviy jihatdan Xitoy bilan o'xshash bo'lib qoldik dinsizlikda. Shunday bo'lgandan keyin u yerda tavakkul qiladigan yerda bizga kerak bo'lgan iymon yo'q bo'lib qolgan. Biz markada musulmon markalik millat biz, musulmon millat. O'zimizni musulmon deb chaqlaymiz. Ama mavu Xitoyga qarshi urush qildigan yerga kelgandilar, bilimiz bo'shab ketdi. Bu iymonimizning zaifligidan yoki yo'qligidan bo'layotgan ish. Shunda bo'lgandan keyin tavakkul ibadati joyida chiqmaydi. Shuning uchun mushunchalar eg'ir oqibatga qilyapsakmi? Hech ish qilmay yurishimizning sababi asosan shu Allohga bo'lgan ishonch, Allohga bo'lgan tevekkül bizde bo'lmag'achqa. Allah mening vakilim, men uchun Allah nima degan bo'lsa shu hisob deb yo'lga chiqmay, o'zimizningki shaxsiy hisoblarimiz bilan,
Vesvese şeytanның vesveselері bilen, Xitayның fitne fasatlары bilen meşgululap, qo'rqab o'tirib qalığlıq. Şunun üçün buludu. Bunu hem de tüzeltiş üçün qanday qilish kerak degan vaqtda xalqimizni o'z asliga bog'lash lozim. Aslimiz nima deydi bizning? Biz musulmongo. Xitoy musulmon emas. Unda bo'lgankin biz shu musulmonchilikqa qaytsak, o'zimizning islomiyatimizga qaytsak, islom yo'li bilan iymon keladi, iymon kuchi bilan tavakkul qiladigan bo'lamiz. Tavakkul qobiliyati bilan ankin har qanday eg'irlik, har qanday problemlarning ustidan g'alaba qilib aşkın bir ruh bilan davom qila oladigan holga kelamiz. Rahmat. Bizningki Allohga bo'lgan ishonchimiz uslab qolgani, iymonimiz uslab qolgani va tavakkul ibodatining yo'qolib ketganidan mushkil qoldik dedingiz. Endi xalqimiz nima uchun Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti sürgün hukumatini umumiylik e'tirof qilmaydi va nima uchun shunday bir hukumatga ehtiyoji borligini his qilmaydi deganga bir javob bering. Aslida xalqimiz shunday bir Sharqiy Turkiston sürgün hukumatidek bir hukumatning bo'lishini orzu qiladi. Xalqimiz shunday hukumatimiz bo'lsa ekan deb orzu qiladi. Ammo xalqimizning kallasidagi hukumat bilan ma o'ttirdi bo'lgan hukumat orasida jiq farq bor. Masalan, xalqimiz millatimni suyman deymiz. Millatimni yaxshi ko'rma, men degan Uyg'ur millatiga xizmat qilaman deymiz. Shunda deb turg'uliq atrofimizdagi Uyg'urlar bilan petishmaymiz. Nima uchun? Bizning kallamizdagi men xizmat qilaman da'vatgan sivil, ma'sum Uyg'ur ma ko'z oldimizdagi atrofimizda yashayotgan sivil Uyg'urga o'xshamaydi. Oldimizga Uyg'urning nurg'un ayblari bor, nurg'un biz bildigan ayblari bor. Shunda bo'lg'achqa kallamizdagi Uyg'ur bilan ma reallikdagi Uyg'ur o'xshamag'achqa Uyg'urga xizmat qilaman deb turib Uyg'urlar urush o'ynagandek kallamizdagi hukumat bilan ma reallik hukumatning o'rtasida farq bor. Kallamizdagi hukumat nima? Hukumat deganning askar bo'lish kerak, hukumat deganning saqchilar bo'lish kerak, hukumat deganning zimin bo'lish kerak, butun intizom, muntazam qo'shinlar bo'lish kerak deydigan bir normal mavjud hukumatning tasavvuri kallamizda bor. Ammo bizning hukumat vatanning ichida qurilish ehtimoli bo'lmag'achqa va unda bir sharoit bo'lmag'achqa chet elda qurildi. Chet elda qurilgandan keyin bu chet elda yana sizlar biz biladigan o'zaro sizlar bizga o'xshash Uyg'urlik qo'ydi. Unda bo'lgandan keyin hukumatning rahbarlari alohida alqa kallamizdagi, xiyolimizdagi alohida insonlar bo'lishi kerak deb qaraymiz, ammo amaliyotda sizlar biz biladigan falani, Mehmet, Samet degandek normal insonlar hukumatning boshiga chiqqachqa bu kalladagi farqdan kelib chiqadi bu bir. Ikkinchi abiya degan shu alqa iymon problemi bilan xalqimizda alqa o'zini kichik ko'radigan bir kasallik yuqib qoldi xalqimizda. O'ziga ishonmaydigan, o'zini kichik ko'radigan. Bu Xitoyning zaharxandiligi bilan bizga psixik jihatdan o'ziga ishonmaslik, o'zini kichik ko'rish psixik kasali yuqib qoldi. Buni inglizcha nima deydi? Lack of self confidence yoki self reliance. O'ziga ishonmaslikning kamligi. Endi xalqimizda shunday o'zimizga ishonmaydigan shunday bir kasallik bor. Endi bu kasallikni qanday qilib tushundiramiz degan vaqtda Abraham Lincoln va Amerikada 1863-yil 1-oyning 1-kuni butun Amerikadagi qullarni ozod qilib etiklik. Hamma qullar ozod desa, qulluq ko'nib ketgan xalq nima dedi? Qarish chiqdi. Biz qanday jon boqamiz dedi. Shuning o'xshagan xalqimizdimi, alqi bizda hukumat bo'ladi desa, beshnimiz bo'lmasa bizda qanday hukumat bo'ladi? Qulluqqa qarshi chiqqandeklar azodlikqa, qullar azodlikqa qarshi chiqqandek bizning millatimizmi o'ziga ishonmagachga, o'zini bek kichik ko'rgachga bizda qanday hukumat bo'ladi? Yoki hukumat bo'lish tegishlik degan taqdirdimi? Va ish odamlar qanday hukumat bo'ladi deb o'zimizning ichidan chiqqanlarni bir yaratmaslik bor. Masalan,
bazı şahsı oynayıp kalıma. Muş bazı hakkının muş yaratmaslıkı hakkık mıdır? Mesela iş insanlar hükümet beşiğe çıksa bunu kanda oludu deyip yaratmaydı. Yaratmaslıkta hakkık tarafı bağımı deyip oynayıp kalıma. Oylansam mesela tallap ekilip bakaylı. Kim ne ekiliyle hükümetinin beşiğe? Mesela Xitayda okuyan insanlar oludu. Mesela bizde milli ma'arif bulmagachqa bizning o'qishimiz butunlay Xitoyning qo'li bilan bo'ladi ku. Mesela oliy maktab o'qidi deyli, oliy maktabdan keyin berib ishkirlarda Xitoyninki universitetlarini tugatdi deyli. Bu o'qishlarning hammasi Xitoyning qo'li bilan o'qigan o'qishlardi bu. Bu yerda Xitoy bizga milliy ma'arif bo'yicha bir ruh bermaydi. Butunlay asmilyatsiya qilib mingimizni juydigan darslarni o'tidi u yerda. Unda bo'lgandan keyin Xitoyning qo'lida o'qigan xalqimizmi har qancha ziyoli olib ketsin, Xitoyning ming juyish ta'siriga uchramay qolmaydi. Yolg'onmi ya? To'g'ri, to'g'ri. Xitoyda o'qigandan keyin Xitoyning ming juyish ta'siriga uchraydi. Buni ham bizning dinimizda yangidan tug'ilgan bolani cho'ng vaqt hech kimning ta'siriga uchramasa, milliy ma'rifni olmasa, uning ismini bizning dinimizda ummiy deb ataydi. Payg'ambar alayhisalom ummiydi. Anasidan tug'ildi, ta 40 yoshgacha hech kimdan dars yapmaqmidi, hech kimda o'qib baqmadi. Shu anasidan tug'ilma shaklda bo'lg'achqa, yot millatning ta'siriga uchramag'achqa Payg'ambar alayhisalomni ummiy deb ataydi. Yot millatning ta'siriga uchramaslik bek ulug' bo'lg'achqa Payg'ambar alayhisalom shu sababdan payg'ambarga bo'lib tanlanig'liq. Ma yot millatning ma'arifining ta'siriga uchramadi dedi. Endi mushundoq ummiy insonga milliy ma'arif bilan bilim bergan vaqtimizda buning etini nima deymiz bizning dinimizda? Ahli ilm deydi. Ahli ilm bizimiz Uyg'urcha deymiz-ku, ilm ahli yani. Ya ahli. Bu ummiga milliy ma'arif ruhi bo'yicha bilim berilgan vaqtida islom ruhi bilan buni ahli ilm deymiz. Agar bu balaga yot millatning tarbiyasi berilib qolsa-chu, ta'lim tarbiyani, ma'arifni yot dushman millatdan olib qolsa-chu, o'zi musulmon bo'lsin, buni ahli kitob deydi. Jiq anglaymiz, ahli kitob deb bo'g'icha aqlimizga yahudiylar, xristianlar keladi. Yolg'iz ahli kitob ullam emas. Ahli kitob degan Alloh tarafidan samaviy kitob berilgan turug'liq, o samaviy kitobning ruhi bo'yicha mangmay, yotlarning ta'siriga uchrab o'zgarib ketganlarga deydi. Bu nuqtadan aytgan vaqtda Xitoy ma'arifida o'qigan bizning ziyolilarimiz, hatto Xitoy islomiy universiteti ochdi-ku, Urumchida birsi bor. Beijingdami bor islomiy universitetlari deydigan. Xitoy o'qitgan maktab meyli islomiy maktab bo'lsin, meyli fanniy maktab bo'lsin, u yerdan kelayotgan ta'lim tarbiya insonlarimizni ahli kitob qilyotdi. Ummiy holatini buzib yotdi. Unda bo'lgandan keyin bizning ishimizdan chiqqan har qanday yo'g'on professor, doktor deymiz. Masalan, biladiganlarimizni qarab boqayli, millatga qanchalik xizmat qilyotdi. Bumuz qilaydiz qilg'ichiligi bor, qobiliyat bor, talant bor, o'qigan. Nima uchun xizmat qilinmaydi? Kallasi juyilib, buzib yetilgachga mushundoq bo'lib qoladi. Unda bo'lgandan keyin biz Uyg'ur millati umuman qilib aytgan vaqtda biz davlatimiz tartib olingandan keyin davlatchilik tajribasi va davlat tutib turish, hukumat qurish, hukumat boshqarish tajribasi asosan hammamiz o'xshab ketamiz. O'xshab ketgandan keyin, voy mushu odamni hukumatning beshiga chiqyapti, mushuni hukumat deymanmi, mushuni rahbar deymanmi deyish mantiqsiz. Shuning uchun ko'ngilda o'zining talanti bor, ko'ngilda hukumat yaratmaydigan qarindoshlar qanday qilish kerak? Oldi bilan kelib, xizmat qilishni o'rgatib qo'ysa bo'ladi. Ummakasini xizmat qilishni o'rgatib qo'ysin, bu ummakasini butun talantimizni, qobiliyatini bijaga ekilib xizmat qilayli, hukumat kuchlansin, u kuchli hukumat anikin bizning tasavvurimizdagi bunga yaraydigan hukumatga o zaman aylanadi. Biz mana bu uzun zaman osmonda bo'lib ketgan bir millat. Halimiz bu shu endi bu millat degan xamini jug'urib lag'minga qamlashmay qolib qolsin, nayib bitay degandek jug'urib millatni boshqa bir yerga aylantirib olmaydi. Berimiz bu shu.
Buni aylandirish uchun 30 yil, 40 yil, 50 yil milliy ma'rif ketadi bunga. Shuning uchun xalqimizningki bu savolni uzaltib etib qoldim. Xalqimiz nimishga e'tirof qilmaydi degani savolga xalqimiz e'tirof qilmaslikning sababi kallistik hukumat bilan reallik hukumatni o'tirsida moslashtirib bo'lolmay, ezim qilib bo'lolmaydi bir. Ikkinchi anandaki o'zini kichik ko'rgachga bu chet elda qanday hukumat bo'ldi, hukumat olsa nimaga yaraydi deb o'zimizni yaramas ve kichik ko'rganlikdan bo'ladi. Bu dinimiz noktasında hata, din noktasında hata. Doğru. Bu özünü kichik ko'rgani uchun o'zining hukumatini kichik ko'radigan bu ahvol tufayli bizning hukumatimizni e'tirof qilmaydigan undaq bir umumiylik bir ahvol kelib chiqdi deb qarasak, hukumatimizda ishlaydigan va o'zining kuchini sarf qilishni xohlaydigan bo'lsa, har qanday bilim egalari, har qanday insonga biz ikkimiz ochiq. Hamda siz bu qatim bosh ministr bo'lib saylandingiz. Hamda bu bosh ministr bo'lish sifatingiz bilan oldimizgi 4 yilda nimalarni qilay deysiz? Bu bir cho'ng savol bo'ldi. Tehi saylim yangi bitdi. Yaqinda shu kabinet kurup çıktık. Kabinetimizde 6 ministerlik var. 6 ministerlik ne dep öteymişade. Biri Taşkı İşler Ministerlikimiz. İki İşler Ministerliki. Maliye Ministerliki. Uçur Alaka Ministerliki. Anondikin Ma'arif, Din ve Ma'arif Ministerliki. Din ve Ma'arifni birleştirip ettik. Ne için diye vaxtında Xitay Din ve Ma'arifni arviti diye. Dinni zahirlik epyon degeçke, halkımızda dinden arif etkeçke, biz milli ma'rifimizni hem pendin hem dinden armaymiz. İkisini bijelip mağdıgan boğaçka, dini bilen penni birleştiriş maqsadımız boğaçka, şunun din ve ma'rif ministerligi dep ministerlikten birini koyduk. 6. ministerligimiz anandikin aile, yaşlar, ayallar, kişilik hukuk ministerligi dep 6 ministerligimiz var. Bu ministerlikten üzügüçlük, ama şu 4 yıl içinde kılalaydıgan hizmetlerimiz var. Bugünkü parlament yığınımızda, tor yığınımızda bütün milletvekillerimiz komisyonlara ve ministerliklerge bölündü. Bunun dikin hem de kılıdığan işlerini şu ministerliklerde değiş arkalık bunu tepsili sözleşimiz. Ama benim 4 yıl içinde kılalaydığınım, kılalayımız da qaraydığınım, en mühimi Şarkı Türkistan'ı Xitay tecavüzçileri tarafından besevelengan devlet dep xalqarani itiraf qildirish. Xalqarani mushunda dep itiraf qildiği vaqtimizda, anki Xitay o meninki ichki ishimteyi u chitdi bu chitdi deydigan ishni tugaydi. Xalqara bu sening ichki ishing emas, bu ishg'ol qilingan zamin deydi. Bizni itiraf qildi, anki xalqaradimni destek kirishga boshlaydi. Bu tashqi jihatga qilishga tegishlik birinchi numurlik vazifamiz bu. İkinci vazife öz xalqimizga mana shu 4 yil ichida Sharqiy Turkiston sürgün hukumatini e'tirof qildigan holga kelish, xalq bilan aloqa qilish, xalqi hukumatni tunishtirish, xalqi ideviy jihatdan xizmat ishlash orqali hukumat bilan xalqning orasida bog' qurib, öz xalqimizning öz hukumatimizni tunishini qo'lga keltirish. Asosliq shu ikki nishon bor. Qolganini hamda bu vazifani ado qilish uchun shu ministerliklar bilan vazifa olib işleyimiz, netice kazanımız deb ümit qilamiz Allah'dan. Rahmet. Sen de bu 6 ministerlik bölendik dediniz. Siz şu ministerlarga işini alamsiz? Olar sizin açmış topshirgan vazifani bajara alamsiz? İşini men işinishga majbur. Nima uchun degan vaqtda ishonch yo'q yerda xizmat qilg'ili bo'lmaydi. İşenmesek bo'lmaydi, ishonmasak bir arqa kelg'ili bo'lmaydi. İşinimiz anandakin insanlar bizning ministerlikimiz olsun, başka qarindoshlarimiz olsun, üstüge tushgan vazifani Allah rızasını deb vaqtini chiqarib, iqtisodini chiqarib ish qilsalar, o'ddisdan chiqilib bo'lmaydigan ish yo'q, qilib ketadi. Endi deb qo'ydigan bir gap, bizda boshliq deymiz-ku. Boshliq bu arabcha rais deymiz. Rais arabcha kalima, ra'sdan chiqadi, rais degan bosh degan gap. Reis degan boshliq degan gap. Shu ismidan ham chiqib turadi. Bosh degan nimaga yaraydi? Bizga yaramaydi. Bosh bilan yo tamg'at qilolmaydi, yo bu yerdan suv aka qilolmaydi, yo mang'ul olmaydi, yo bir tutqilolmaydi.
Mangdığanga put lazım, tutudığanga kol lazım, kürdüğanga göz lazım, nefes aludığanga öpkü lazım. Bu baş fekatla mişad turup, senin vazifen avu, senin vazifen mavu deb vazife veriş ve vazifenin hesap elişki yaraydı. Şunun için bizden hem de galibi kılışımız nemige bağlıyık dese, bu hükümetimizdeki milletvekillerimizge ve halkımızga bağlıq. Milletvekillerimiz canı dili bilen hizmetini kılsa, halkımız ma bizden hükümetimizken kollaydı deb kollap berse, kılgılı bolmaydigan iş yok. Anadaki onun kılgılı bolgandikin reisning kallasiga nima keladi? Boshliqning kallasiga o'ylab bakmagan taktikalar, o'ylab bakmagan planlar keladi. Masalan, bir insan bir yerga musobaqaga tushib, mahallasidan musobaqani yengib olsa, o rayon bo'yicha birinchi darajalik bo'ladi. Anandaki memleket bo'yicha birinchi bo'lish xiyoliga keladi uningki. Hemen memleket bo'yicha birinchi bo'lmasam bo'lmaydi dedi. Uyada birinchi bo'lsa, xalqaro bo'yicha birinchi bo'lish o chaqda kallasiga keladi. Aş mahallasi turiblan birinchi bo'lanmay davomli mushaydigan odam, mag'lub bo'ladigan odam, men xalqaroliq musobaqa qatnashmayman deyolmaydi. Shuning o'xshagan bizmi başta başlagan kichik ishimizni qila olsak, cho'ngroqi ilhom bo'lib kallamizga keladi. Uni qila olgandan keyin uning cho'ngroqi keladi, uni qila olgandan keyin uning cho'ngroqi keladi. Hatto hammani bajarib keta olsak, xalqaroda insonlarning kallasiga kelmagan xizmatlar, insonlarning kallasiga kelmagan vizyon, ko'z qarashlar insonning kallasiga keladi. Shuning uchun bu halqa o'zimizning a'zolarimizning va xalqining qo'llab quvvatlashiga ve ish bajarish qobiliyatining yuksakligiga bog'liq. Qanchalik bizningki milletvekillerimiz, a'zolarimiz ve xalqimiz bir-biri bilan qo'llashib, yo'lda birga maqsad, g'alaba qozonsak, shuncha obdan bo'ladi. Shuning uchun ishinaman men, milletvekillariga ishinaman, ministerliklarga ishinaman. Bu ishni qilib keta olamiz deb ishimiz, chunki Allah işinimiz. Çünkü Allah yolunda mangan adamga Allah öz yol gösterdi. Bu Kur'an'ın hükmü. Rahmet. Hem de bu 4 yıl aldığımızda siz oylap baksanız en çok Hristiyan neydi o? Bizninki en çok Hristiyan bu şu milletimizdeki Xitay tarafından juqtirib qo'yilgan ma'naviy kasalliklarimiz var. Uningdan sirt Xitay tarafından bizga tengilgan ma'naviy kasalliklar var. Masalan, eng cho'nqiris nadonlik. Bizning millat bo'lmiz ko'ngli yumshoq, shunchaq mehribon, bijadi kimning beshiga bijmi kepos ko'zlaridan taranlab yashaqadigan qalbi yumshoq bir millat. Akımıl millet. Şundak buluşup qaramay biz Xitay tecavüzçileri bizden milli ma'arifni, dini ma'arifni ilva qaçqa, biz nadan qaqaçqa, ma dünyadan, ma real dünyadan ayrı bitiliklik. Vatandaki logo zade uçuq turma, ya sırtdan çekil olmaydı, ya içinden çıqqıl olmaydı. Vatandakilik o zade şundak. Biz ma chet elga chiqqanmi 15-20 yilni yaqi chet elga chiqqan bilan til bilmegechken, ma'rif seviyemiz ma chet ellikligiga yetmegechken, yetishib bulaqliq emas ma xalqaro seviyaga. Bizning ma seviyemiz xalqaro seviyaga yetishlik emas. Shuning uchun bizda hala bu chet eldagilardimi nadonlik nihoyat og'ir. Shuning uchun bu nadonlikni tugutish uchun ma'rif ministerligimiz va buning bilan g'alaba qilamiz. Ana lekin ikkinchi yo'g'on ofat bizda kambag'allik. Bizda vatanda kichikina do'kon ochib qo'yguchi, kichikina iqtisod tiklab qo'yguchi, Xitoy kelib 10 mingchali bu mingchali deb zarba qilib iqtisodiy jihatdan yoljitmay, hammamizni kambag'al qo'yg'achqa, normalda kambag'al bir millat emas biz. Agar erkin qo'yib bersa 10 yilda Xitoylardan eshib ketgidek darajada aqlliq bir millat. Ammo Xitoy shuni bilgachka bizni davomli iqtisodiy jihatdan zarba urib, onu qilsak mayandan yo'q qilib yetpagan, buni qilsak mayandan yo'q qilib yetpagan, 5 yilda 10 yilda bir qatimdan zarba urib bizni kambag'al qilib etkashga, endi chet elga qochib chiqadiganlarimizmi? Bu kambag'allik bilan chet elda bir
iqtisodiy jihatdan muvaffaqiyat qozonganlarimiz bek az. Shuning uchun xalqimizda ham kambag'allik bo'lgandan keyin xalqimiz shu o'zining qo'sqini to'yg'izishi bilan bo'lib ketaylik. Vatan mustaqilligi bilan asosiy jihatdan chulus tegmaslikning sababi shu. Endi bu xalqimizningki bu kambag'allik kesilimiz bor. Buni endi kesel deb atayman, chunki Xitoy yuqtirib qo'ygan bo'lg'achqa, shunday deyman. Endi bunimi shu xalqimiz ishchan bo'lg'achqa, xalqimizningki aqlli xalq bo'lg'achqa, shu Moliya ministrligimizda tuzilgan plan projelar bilan xalqimiz bilan birlashish, qaynishish orqali buning ustidan kagil bo'ladi deb o'ylayman. Uchinchi xatar hamda aramizda bir ixtilof bor. Bu ixtilof o'zligidan emas. Buningda shu Xitoy istixborotining qo'li bor. Xitoy istixboroti hamma yerga o'zining odamlarini, g'olchilarni silish orqali qalaymiqan tashkilotlarni qurdirib, u tashkilotni bunga qarshi, bu tashkilotni unga qarshi, annikin jutlab jimasa deb hamma jutliqlar o'ziningki tashkilotlarni qurib olib, u yerlik, bu yerlik deb ajoyib fitna chiqarib etaylik Xitoy hozir. Endi bu fitnaga taqobil turish uchun ma'arif kerak. Endi ma'arif ministrligimizda bu vaqtda tayyorlangan plan projelar var. Shu plan projektlar bilan endi xalqimiz bilan aralash orqali Xitoyning qora propagandasini, zaharlik propagandasini echib tashlab, ey xalqimiz, biz hammamiz Sharqiy Turkistonlik, bir yerda tug'ilib qolganga ustun bo'lib qolmaydi. Yana bir yerda tug'ilib qolganga tuvan bo'lib qolmaydi. Hammamiz o'xshash bir millat, dushmanimiz bir degan mazmunda tashviq qilish orqali xalqimizni isloh qilib ketgil bo'ladi deb qarayman. Shu eng chong problem nadonlik, faqirlik, ichki ixtilof. Bularni hozirgi yangi hukumatningki ministrligidagi projelar bilan hal qilib ketgil bo'ladi deb qaraymiz. Rahmat. Hamda xiris boyada fursatmi bo'ladi? Sizningcha bu 4 yilda bizga chong fursat kelamdi? Fursat keladi deb qarayman men. Nima uchun degan vaqtda hozir Xitoy yo'g'inab, haddidan eshib, dunyoga ko'z tikkilik, butun dunyoga xo'jayin bo'laman deb ko'z tikkilik. Bu dunyoga xo'jayin bo'lsa, Xitoyningki qanday baloyi ofatlarni olib keladiganligini cho'ng davlatlar biladi. Ammo atrofdagi kichik davlatlar bilmasligi mumkin. Yoki bilsa-mu pulning tatliligidan gap qilmayotgan bo'lishi mumkin. Ammo Xitoy dunyoga xo'jayin bo'lsa, bu atrofdagi davlatlar butun dunyo shu Xitoyning Xinjianglariga aylanib ketadi. Xitoy Sharqiy Turkistonni bosib olib Xinjiang deb nima qilyotdi-ku? Xinjiangning taraqqiyoti Sharqiy Turkistonlik foyda bo'lmayotdi-ku. Bu Xitoy Xinjiang deb atab olgan bilan uning taraqqiyoti shu Xitoy uchun. Va Xitoyning yashashi uchun, Xitoyning abadlabad shu yerda yildiz tortish uchun bir ishlar o'tadi Xitoy va'da. Sharqiy Turkistonlikni butunlay yo'q qilib o'tish maqsadida bir faoliyat bor. Agar Xitoy dunyoga hokim bo'lib qolsa, butun davlatlar shu Xitoyningki shu Xinjianglarga aylanib ketadi. Endi buni nurg'un davlatlar biladi. Bilmaganlarga endi shu 4 yil ichida Xitoyning shu tahlikalik bir maxluq ekanligini, bir davlat ekanligini dunyoga anglata olsak, ankin xalqaro uni tunisa, ankin bizga yordam berish kallasiga keladi. Xitoyning hozirgi kichkina va vaqtlik foydani deb Xitoyga ha degani bilan keyin davlatning ishg'ol qilinadiganligini tunib ketgandan keyin buning oldini olish uchun bizga yordam qiladi, siyosiy sharoitlar hozirlanadi deb umid qilaman. Shuning uchun fursat oldimizda bor deb qarayman men. Agar shu fursatni ching tutib, hukumat va xalq birlashib ish qila olsa, fursat bor. Rahmat. Bizga chong fursat mavjud ekan. Endi bizning hukumatimizda, bizning Sharq Turkiston xalqimizda ma'lum odamlarda o'zini kichik ko'rgandan keyin hukumatni kichik ko'radigan va hozir ko'z qilmaydigan ahvol bor. Ammo bu hukumatda qanday esil odamlarningki xizmat olayotganini asli deyish kerak emas edi. Men bir deb qo'yay. Abdulahat Nur apandim Arabcha, Turkcha, Uyg'urcha va inglizcha 4 xil tilni siz yaxshi bilasiz. Bu qatim bizning qurultayda siz inglizcha islom dinininki duolarini va tushunchalarini inglizcha so'zlab o'tdingiz. Undan keyin bir duo qildingiz, shunda go'zal. Hammamiz qattiq ta'sirlandik.
Ondan keyin bizga shu tarbiya berish jarayonida cultural taqvodorlik deb bir gap qildingiz. Bu gapga biz nihoyat qiziqdik. Shu chog'da hozir ko'pdir tushundirgan bo'ldingiz. Mush programmada cultural taqvodorlik degan gapni bir tushuntirib bera olamsiz? Rahmat. Asli uni men qo'ygan bir at. Dinimizda cultural taqvolik deydigan bir gap yo'q. Asli taqvolik haqiqiy taqvolik bo'lsa taqvolik bo'ladi. O haqiqiy taqvolik bo'lmay, taqvo ko'rinishdagi taqvolik bo'lsa, uning atini riyokorlik yoki munofiqlik deyiladi bizning dinimizda. Dinimizdagi ismi munofiqlik yoki riyokorlik. Uni men endi unday qattiq deysek, ba'zi insonlarimizga haqiqatan deb cultural taqvolik dedim. Endi cultural taqvolik bilan haqiqiy islomiy taqvolik qanday bo'ladi desa, endi taqvo degan kelimaninki nima ekanligini tushunishga to'g'ri keladi. Taqvo kelimasi arabchadagi vaqiya degan bir fe'l var, shu yiltizdan keladi. Vaqiya degan mahbubning g'azabidan saqlanish uchun mahbubni yoki ma'shuqni xaf qilmaslik uchun uning yomon ko'radigan ishlardan uzoq turganligini ismini taqvolik deyiladi asli. Lug'atdagi ma'nosi bu. Endi bizning islomdagi ma'nosi biz musulmonlarningki hedefimiz, nishonimiz, mahbubimiz Alloh'u. Dünyada yashagan vaqtimizda biz shu Allohni rozi qila olsak bo'ldi deb yashaymiz. Allohni rozi qila olsak, bizning dunyoda g'alaba qilganimiz shu, oxiratda g'alaba qilganimiz shu. Biz musulmonlar faqatlam bu dunyolik hayvonlardek bu dunyoga ham yashag'li kelgan insonlar deb qaramaymiz o'zimizni. Biz bu dunyoga imtihon uchun keldik. Asli yaşaydigan ya ahiret. Şunun için şu ahiretni, şu ebedi hayatını kazanış, muş dünyalıkımızga bağlıq, muş dünyada kazanmasak bulmaydı. Şunun için muş dünyada kazanış bek mühim bolğaçqa, bizning hayatımızga maqtay tajavuzsiz direkt mel'ullah arlışı varsa, dinimizni chekleydi, hemimizni chekleydi. Andikin biz ahiretimizni kazanmaymayız da barlık derdimiz şu ede. Bu 50-60 yıllık hayat bu dünyadakisi. Bu dünyada vatanni qo'g'dashning farzligimi, dinimizni qo'g'dash bilan o'xshash darajada bo'lishning sababi, vatanni qo'g'dash bilan dinni qo'g'dashning o'xshash saviyada farz bo'lishining sababi, din bizni yo'lga boshlab jannatga apagandek, vatan bizning kishilik huquqlarimizni, insonning huquqlarimizni qo'g'dab jannat qozonishimizga sabab bo'ladigan bir qalqon vatan. Şunun için biz endi vatanni mudofaa qilish farz deymiz. Şunun için bizningki taqvolik engimizda mushu dunyoda mushu vatanni qo'g'dayolmay qolib qolsak, dinimizni qo'g'dayolmaymiz, o'zimizni qo'g'dayolmaymiz, buni qo'g'dayolmay qolib qolsak, Alloh xafa bo'lib qoladi. Alloh xafa bo'lib qolgandan keyin bizning oxiratligimiz barbod bo'lib ketadi. Deb shu qo'rqinch bilan vatan uchun xizmat qilamiz deyishmi? Shu bir taqvolik. Vatanni ozod qilamiz, mustaqilligini asliga keltirishimizmi deganmi? Shu taqvolikning nuqtasidan. Hatto namoz o'qishlarimiz, namozning ichidagi sunnat, zikr, tasbihlar, hatto soqol qo'yishlarimizdan tortib kiyimlarimizni islomiy kiyishning hammasi shu taqvolikning ichiga kirib ketadi. Endi normal bir iymoni bor odam, masalan, kiyim kechakka diqqat qilgan bir taqvo odam siyosatdagi kamchiliklarimizga diqqat qilmasa tushungil olmaydi. Masalan, nurg'un odamlar bor. Xotin qizlarimizningki yog'liq sanmasligini bahona qilib tillab qo'yamiz ularni. Nima shunday qilmaysan, bunday qilmaysan deb. Unda uni yaxshi niyat bilan tilladi, o'zining taqvolik bilan tilladi desak, o tillagan adamning nurg'unlari siyosiy masalaga kelganda, vatan masalasi kelgan vaqtda o siyosatga aralashmaymiz biz. Biz degan unday ishlarga aralashmaymiz. Siyosat degan maydonda deb uzoq turib oladi. Bu nuqtadan avlininki halqa kiyim kechakga gap qilgan, saqalliga gap qilgan jihatga taqvoliqdan shubhalanamiz. Shuning uchun bu odamdagi bu kultural taqvolikqa o'xshaydi. Haqiqiy taqvolik emas deb qaraymiz. Nima uchun degan vaqtda normal sog'lom bir odamning qo'lini kessimi og'riydi.
putini kessem ağrıydı, beşini kessem ağrıydı, dümbüsünü kessem ağrıydı. Bedeninin nereye zarar verse öğeden ağrık his kılıdı. Ama palı julap kağa demildi çoğu. Sap işleydiği yerini kesse ağrıydı, palı julap kağa yerini kesse ağrımaydı. Şunun için bu takvalıktı mı? Kiyim kiçek kelgende takva sen, sakal buruk kelgende takva sen, anandaki namazga kelgende namazdan kiyinki zikri tesbihlerde takva sen, ama Şarkı Türkistan'daki yoğun bir vatan, 40 milyon deyimiz hazır. Normalde 80 milyon, 100 milyon buluş gerek olan bir nüfus ne hazır? Bütün ırkı kırgınçılıkını hesaplap çıkarıp biz 40 milyon dağıtımız. 40 milyon insanı Müslümanlık qoğdaydigan bir vatanni Xitoy tatib olsa, o tatiliplam tuğmay, bütün iqtisadi jihatdan bulangchilik qilib ma'naviy jihatdan ma'naviy muqaddasatlarimizga buzg'unchilik qilib haqorat qilib depsendi qilib bütün ailemizni, ayollarimizni digil olmaydigan darajada depsendi qilib bunun bilan yana karim yo'q, hala men siyosatga aralashmayman deb juralash bir takva deyildiğin insanga yarışadigan gap emas bu. Shuning uchun u tipdagi insonlar hamma insonni bu furuat masalalarga degan shaxsiy masalalarga taqvolikqa mayonga tortib, ana masalalarga insonning iymoniga, oxiratligiga munosabatlik siyosiy bo'lgan yo'g'on masalalar kelgan vaqtda aralashmay turib olishi yoki aralashmaslikni tashabbus qilishi, o'zi talib o'qitayotgan turuluq Vallahi dinde okutubatkan turuluk siyasetke arlaşmalarda terbiye bir şey bu sahtipezliknin ifadesi. Bu ne yalqı bu münafıklık, riyakarlık desek behtik etmesin de şu kültürel takvalık da atışımın sebebi şu. Yalqı kültürel takvalık degen yalqı Uygurlar kültürü boyunca dop kiyip koyumuz go. Eid bayramında. Şunun okşıgan hem de oğlum özellikle Müslüman boğaçka aşında dep kuyavat kallam gep. Asli İslamiyet bilen, Müslümandarçılık bilen alakası yok. Asli imanıdan, takvasıdan menbelengen bolsa bu çoğun işlamı köngel bölgen buladı. Şunun için onun kültürel takvalık deyişimizin sebebi şu. Köp rahmet. Bu gapni bek yaxshi yasapsiz. Bu xuddi saxtipazlik, shaklni qilib meg'zini qilmaslik degandek bir gapga yetibdi. Bugungi bu suhbatimizga nurg'un yangi narsalarni deb berdingiz, ko'p rahmat. Siz o'zingizning suhbatingizda tavakkul ibodatining yo'qib ketgani, bizdagi iymonning suslab ketgani, yana Allohga bo'lgan ishonchning bir eskartdingiz. Bundan keyin qilmoqchi bo'lgan xizmatingizda Sharq Turkiston zaminini biz besivilingan zaminni Xitoy tarafidan ishg'oliyat qilingan, besivilingan zamin deb e'tirof qildiramiz degan nishoningizni o'tirib qo'ydingiz. Bizdagi xristianlarning nodonlik, kambag'allik va ixtilof ekanligini va buni o'zimizning ma'rif orqali asliga keltirish imkoniyati borligini dedingiz. Bizda xristian bor, umid, ishonchim bor va fursatım bor. 4 yillik xizmat oddiy bo'lmaydi. Hammamizning o'rtaq tirishchanligimizga bog'liq va barliq Sharq Turkiston xalqininki o'rtaq tirishchanligiga va bizni qo'llab quvvatlashiga bog'liq. Bugungi bu suhbatimizga qatnashib berganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Kelar qatimliq suhbatimiz o'z vaqtida bo'ldi, to'rda e'lon bo'ldi. Bizningki hozirgi planimizda Saragul xonimni ziyorat qilmoqchimiz. Hammanglarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Xayr xo'sh. Allohga emanet.